kasilka ishlatyapsiz, ko'p buzilyapti. Даже remont qildirib, gilza porshini almashtirsiz ham ko'pga bormayaptimi, qizib qolyaptimi, bedavor etkazsa eng zo'r joyga kelganda videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun juda ham foydali ma'lumot. Tak, bizda bugungi obzorimizda ikki xil gilza porshinlarimiz bo'ladi. Bittasi oddiy gilza porshinimiz, sotuvda 65 ming so'm turadi. Bu gilza porshinimiz Shidra brendiga tegishli, sotuvda 110 ming so'm turadi. Nimaga 110 ming so'm? Shunga yarasha sifati ham anchagina zo'r. Tak, ko'rishinglar mumkin. Bularning ikki xil porshini. Mana bu arzonchiroq gilza porshinimiz. Tepalari ham porshin, tepa qismi g'adir-budur, materiali ham oddiyroq bo'ladi, puliga yarasha. Mana bu 110 ming so'mlik gilza porshinimizda porshini ko'rishinglar mumkin. Qora rangda bo'ladi. Chekalari ham sifati anchagina baquvvat. Beda-meda o'rsalaringiz ham qiynalib qolmaydi, qizib qolmaydi, maza qilib ishlatasizlar. Materiali ham qalin material bo'ladi, sifati juda zo'r. Vesida ham o'z razницasi bor. Buni o'zini ichidan chiqadigan narsalar keladigan bo'lsak, arzonroq gilza porshinimizda porshin, kolsa, pals, pachimlik, stopperi bo'ladi xolos. Qimmatroq, yaxshiroq gilza porshinimiz ichidan chiqadigan narsalari porshini, kolsasi, palsi, pachimlik, svichi, prokladkasi bo'ladi hamda 4 ta gilzani ushlab turadigan yangi bolti ham o'zidan chiqadi. Xuddi shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun Polvon Guliston kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.